Tug'diyona mahallasi, Kuyovboshi mahallasi, Yangidiyor va Madaniyat mahallalari qaraydi. Shu hududdan hozir Kuyovboshi mahallasida turibmiz. Kuyovboshi mahallasida 1900 dan ziyod xonadon mavjud. Undan 1400 dan ziyod xonadonga hozir ichimlik suvini yetkazib beryapmiz. O'tgan yilda o'zida prezidentimizda 346-qaror asosida ikkita suv minorasi tashkil qilindi. Ikkita suv minorasidan 540 ta xonadon ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Iste'molchilarda 2022-yillik hisobiga 70% dan oshib 80% ga yetgan bo'lsa, 2024-2025-yilda hisobiga kelib 98% aholini ichimlik suvi bilan ta'minladik. Laboratoriya xodimlarimiz har 3 oyda biolaboratoriya tekshiruvlarini olib borib, suvning sifati to'g'risida bizlarga ma'lumot beriladi. Mahallada 13 ta mashinist, 3 ta nazoratchi xodimlar ishlaydi men bilan.